Assalamualaikum aziz qarindoshlar, mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Biz bu video orqali Firefox Tor ko'rsatilgan uyg'ur xatlarining bu xil shakldan bu xil shaklga o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, oldi bilan men mush videoningki izohat qismiga bergan mushu stylebotningki ulanmasi orqali mau ish ko'rsatga erishish oson bo'ladi. Bu ish ko'rsatningki farqi asosiyatdan faqat o'ng so'l yo'linishlar o'xshamaydi. Va ustidikisida o'ng so'l yo'linishi bor, ya'ni uyg'ur xatlar o'ngdan so'lga boshlanadi. Shundan bir vaqtda latincha xatlarni o'ngdan so'lga boshlanadi. Va ostidikisi latincha xatlarningki yo'linishi o'zgarmasdan bevosita biz hozir ishlatayotganga o'xshash uyg'urcha xatlarning, ya'ni ma shakldagi uyg'ur xatlarininki faqat ko'rinishi chiroyli bo'ldi, shu ostidikisiniki. Faqat shunlar farqi bor, shunlashqa ishlasini sinab olsanglar bo'ldi. Sizlar qaysini ishlatishni xohlasanglar, shuni ishlasanglar bo'ladi. Men ma ostidik orqali sinayman bevosita. Oldi bilan biz bu qistirma bozoriga kirib olamiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerga biz o'zlash rayoniga stylebot deb kirgizgandan keyin chiqqan natijadan shu birinchisini tanlaymiz. Add to Firefox deganni tanlab qo'shimiz. Mana shakl chiqqandan keyin o'kaymiz deb qaraydigan bo'lsanglar, stylebot qo'shilgan bo'ldi. Masalan, biz mana kelgandan keyin masalan xohlagancha bir uyg'urcha xat chiqadigan YouTube bilan yoki Facebook bilan yoki WhatsApp bilan qaysini sanab bo'ladi. Bevosita mana shaklda chiqadi. Biz mana tanshaq qisminiki men besib, bu yerdan stylebotdan options kiramiz. Kirgandan keyin mana shaklda chiqadi. Bu yerdan mana shunisini tanlab, bu yerdan mana tanlaymiz importni. Undan keyin biz album tushirib olgan stylebotningki mavjudini tanlab berib ekiramiz. Ekirish muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin bir yangilaysizlar mana. Hatta yanglashning vaqti bo'lmasin bevosita chiroyli bo'ldi mana shu shaklda. Mau bo'lsa shu nimaninki Google Chrome ishlatganlar uchun bo'lgan edi. Hozir qarasam o'zi Firefox ishlatganlar uchun qaraydigan bo'lsanglar, mayatga bir qarindoshimiz buni iltimos qilibdi ekan to'tkilga. Mana shaklda chiroylilashdi. Hamda biz ma'lum tor bekatlarda chiroyli chiqmagan bo'lsa, bularni biz davomli yangilash orqali chiroyli chiqdan qilsak bo'ladi. Shunlashqa orqasanlarningki duch kelgan yoki uchirgan shunday tor bekatlar bo'lsa, mau videoningki izohat qismiga qoldirib qo'ysanglar, inkas qismiga biz tez sur'atda yangilab sizlar bilan yuz ko'rishtirsak bo'ladi. Bu shaklda bugungi darsimiz oxirlashgan bo'ldi. Boshqa videolarimiz ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga emanet.